Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videorolikimizda 2026-yilda pulga 100% arziydigan ozgina ishlatilgan holatlar ideal holatda $500 dan $600 gacha bo'lgan Asus ViewBook, Asus TUF Gaming, HP Victus modelllarimiz obzori bo'ladi. Birinchi modelimiz Asus ViewBook, ikkinchi modelimiz Asus TUF Gaming A15, uchinchi modelimiz Victus modelidan HP, to'rtinchi modelimiz Asus TUF Gaming F15 va videomiz yakunlab beradigan model HP Victus 15 modellaridan bo'ladi. Albatta bu notebooklarimiz holatlari juda ham zo'r. Holatda ideal sostenidagilari ham bor. Narxi hamyonboproq, lekin holatlar o'rtacha holatda ishlatib bo'ladigan variantlarimiz ham bor. Albatta bugungi videorolikimizda hozir ko'rib o'tgan notebooklarning to'liq narxlari, parametrlari, CS2 o'yinida to'liq testlari va to'liq kimlar uchun shunaqa ma'lumotlarga ham ega bo'lasizlar. Asus ViewBook 16X modelidan boshlaymiz. Notebookimizning holatlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Notebookimizning holatlari ideal holatda bo'ladi. To'liq bu ichki korpusi kamerada to'liq yetkazib beryapti deb o'ylaymiz. Bu ust korpuslari. Bu notebookimiz ishlab chiqarilayotganda notebookimizda ikki xil material foydalanilgan bo'ladi. Ichki tag korpuslari to'liq premium plastmassadan foydalanilgan. Ust korpuslari bo'lsa qirilib, chizilib ketmasligi uchun premiumlikni taqdim qilish uchun to'liq metallitskiy alyumin korpus bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimizning holatlari bilan tanishib o'tdinglar. Endi to'liq texnik parametrlari bilan sizlar tanishtirib o'tib ketaman. Notebookimizda naqd 16 diagonalli Full HD IPS 60 Hz displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Qo'shimchalari keladigan bo'lsa, notebookimizda to'liq oq rangli patset ekiliatorlari va antibakterial korpuslari mavjud bo'ladi. Ya'ni bu notebookimiz antibakterial korpus hisoblanadi. Ancha-muncha Asus modellarida yo'q. Notebookimizda endi to'liq qanaqa protsessor, qanaqa video karta shularni to'liq bilib olamiz. Notebookimizda Intel Core i7 12700H protsessorlar joylashtirilgan, 14 yadro 20 potok, boshlang'ich gersi 2.3 Hz dan, ya'ni 2.30 Hz dan max boostda 470 Hz gacha, ya'ni 407 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Bu notebookimiz asosan grafik dizaynerlar uchun va video montajyorlar uchun to'g'ri keladi. Notebookimizda 16 GB lik DDR4 3200 chastataga ega bo'lgan tezkor xotiralari mavjud. Buni bemalol yana 32 GB gacha kuchaytirib upgrade qilish imkoniyatingiz mavjud bo'ladi. Doimiy xotiralarga keladigan bo'lsak, notebookimizda 512 GB lik NVMe M.2 SSDlari bor. Bu kimgadir kamlik qiladigan bo'lsa, bemalol 1 TB gacha buni ham kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsak, laptopimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi Intel Iris, ya'ni bu ekonomli ishlar uchun. Ikkinchi video kartasi esa Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari mavjud. Notebookimiz to'liq konfiguratsiyalari bilan tanishib o'tdinglar. Endi sizlarga kimlar uchun to'g'ri kelishini to'liq birin-ketin aytib o'tib ketaman. Grafik dizayn sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun boshlang'ich montajyorlar va o'rta darajadagi montajyorlar uchun to'g'ri keladi va geymerlar uchun har xil CS2, Dota, shunga o'xshash o'yinlarda ozmoz o'ynab turadigan mijozlarimiz uchun. Bundan tashqari men aytib o'tmagan barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini $565 qilib beramiz. Aynan bu modelimiz CS2 dagi testlarda boshlab beradigan model hisoblanadi. Notebookimiz Asus TUF Gaming modelidan bo'ladi. To'liq buni konfiguratsiyasi holatlarini tanishib o'tsanglar, bundan keyin CS2 da o'ynab testlarni ko'ramiz. Xo'p, modelimiz Asus TUF Gaming A15 modelidan bo'ladi. Holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Matoviy holatda turibdi. Ustki tagi va to'liq oylik korpuslari to'liq premium plastmassadan foydalanilgan bo'ladi. Notebookimizda ekran dyumiga keladigan bo'lsa, notebookimizda naqd 15.6 dyumli 144 Hz Adaptive Sync Full HD IPS displeylar joylashtirilgan bo'ladi. Qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda naqd 1608 million qiladigan sRGB patset ekiliatorlari mavjud bo'ladi. Bu birinchi qo'shimchasi edi. Ikkinchi qo'shimchasi notebookimizda to'liq programma orqali bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Ya'ni Armoury Crate programmasi orqali sovutish tizimlarini, kullerlarini, to'g'ri o'zi bir xil, ikkalasi bir xil narsa, patsetkalarini, protsessor sozlamalarini, audio sozlamalarini bemalol Armoury Crate programmasi orqali sozlasanglar bo'ladi. Notebookimizni endi to'liq konfiguratsiyasi bilan sizlar bilan tanishib o'tamiz. Bu monsterchamizda AMD Ryzen 7 7435H S protsessorlari joylashtirilgan bo'ladi. 8 yadro 16 potok. Har biri 3.10 Hz, ya'ni 3.1 Hz dan max boostda, ya'ni maksimum turbo boostda 5.10 Hz, ya'ni 5.1 Hz gacha razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 8 GB lik 4800 chastotada bo'ladi. Buni bemalol yana 32 GB gacha upgrade qilsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 512 GB lik NVMe M.2 SSD. Notebookimizda video kartalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda Nvidia GeForce RTX 2050 4 GB video xotiralari, ya'ni video kartalari mavjud bo'ladi. Notebookimiz kimlar uchun? Programmistlar uchun, studentlar uchun, 3D Max ishlovchi mijozlarimiz uchun, ya'ni boshlang'ich o'rta darajada
ishlaydigan mijozlarimiz uchun, grafik dizaynerlar uchun, o'yin o'ynayman degan mijozlarimiz uchun, GTA 5, GTA 4 shunga o'xshash o'yinlarga qiziqadigan mijozlarimiz uchun va PS2 o'yin uchun notebookimiz mos keladi. Endi sizlardan ko'p vaqtingiz bo'lmasdan bitta PS2 da testini ko'rib o'tamiz. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib o'tib ketay. Men aytib o'tmagan soha vakillari ham bemalol notebookimizni olib ishlatsa bo'ladi. Asus VivoBook'ga aytganimdek, bu notebookimiz ham xuddi shunaqa 3D da ishlovchi mijozlarimiz uchun umuman to'g'ri kelmaydi. Katta render qiladigan mijozlarimiz uchun, masalan, 3D da interyer, eksteryer bilan ishlaydigan mijozlarimiz juda ham katta ob'yomli render qilishadi. Shular uchun to'g'ri kelmaydi. Xolos, boshqa hamma soha vakillari bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Xoh u student bo'lsin, xoh talaba bo'lsin, buxgalter bo'lsin, farqi yo'q. Notebookda o'yin o'ynashdan oldin, kuchli grafikali sohalarda ishlashdan oldin albatta zaryadga yetib olinglar. Bu notebookga hech qanaqa ziyon bo'lmaydi. Naborot, notebookga foyda bo'ladi. Qanaqa taraflama foyda? Ko'proq tok kelib turgani hisobiga video kartasi va protsessori o'zini kuchiga nisbatan yana ham kuchliroq ishlaydi. Bez zaryadga turgan kuchiga nisbatan zaryadga tiqilganda notebook o'zini yaxshiroq his qiladi. Shuning uchun har doim zaryadga yetib qolinglar. Agar zaryadkasiz o'ynasanglar, ham batareyalarga ziyon, ham protsessorlarga, ham video kartalarga ziyon. Shuning uchun zaryadga обязательно tiqib o'ynanglar. PS2 o'yinidamiz. Hozir o'rtacha bizda FPS 170 FPS oralig'ida. O'zi ko'rayotgan bo'lsam kerak, mana shu yerda. Ko'ryaptimi Asif aka? Xo'p, nastroykalarga kiradigan bo'lsak, sredniy nastroykada hozir 170-160 FPS oralig'ida turibdi. Buni bemalol yana optimizatsiya qilsanglar bo'ladi. Optimizatsiyadan keyin xudo xolasa sizlarda 240 dan 260 gacha FPS olsanglar bo'ladi. Aynan shu notebookda. Endi undan ham balkim baland ola olasizlar. O'zingizlarda optimizatsiya qilishinglarga qarab bo'ladi albatta. Notebookimizni endi narxi bilan sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsa, YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $529 qilib beramiz. Albatta bonuslari mavjud. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari mutlaqo tekin. YouTube'dan ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, albatta sizlarga bonuslarni va dastavkalarni tekin qilib beramiz. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Hamma notebooklarimiz garantiyasi mavjud. Aynan bu notebookimizda ham garantiyasi bor. Obzorimizdagi 3-modelimiz HP Victus 15 modelidan bo'ladi. Notebookimizning holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. HP Victus modellarining barchasi to'liq premium plastmassadan foydalanilgan bo'ladi. Bu notebookimiz ham HP Victus modeli bo'lgani hisobiga premium plastik korpus bilan jihozlangan. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, notebookimizda to'liq oq rangdagi patseti kiloturlari mavjud. Ekran dyumlari 15.6 dyumli Full HD IPS 144 Hz displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Endi sizlar bilan to'liq parametrlarini tanishib o'tib ketamiz parametrlar bilan. Bu notebookimizda Intel Core i10 2650H protsessorlar joylashtirilgan. 10 yadro 16 potok, boshlang'ich gertsi 2-3 Hz dan max boostda 470 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Ya'ni 407 Hz gacha bemalol max boostda ishlatsanglar bo'ladi, turbo boostda. Tezkor xotiralari 8 GB li DDR4 3200 MHz da buni yana bemalol 32 GB gacha 16 GB gacha upgrade qilsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 512 GB li NVMe M.2 SSD. Notebookimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB li video kartalari mavjud bo'ladi. Notebookimiz kimlar uchun? Montajyorlar uchun, grafik dizaynerlar uchun, o'yin o'ynaydigan mijozlarimiz uchun va men aytib o'tib ketmagan barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi. Boshlang'ich 3D Max da ishlaydigan mijozlarimiz uchun ham bemalol to'g'ri keladigan notebook hisoblanadi. Notebookimizning narxiga keladigan bo'lsak, notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $555 qilib beramiz. Garantiyalari mavjud, 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari bor. Endi sizlar bilan KS2 da testini ko'ra olamiz. KS2 ni hozir sizlar bilan birga o'ynaymiz. KS2 ni testlarini boshlaganmiz. Xo'p, o'rtacha FPS hozir 180 dan 200 FPS oralig'ida bo'lyapti. Sredniy nastroykalarda bu bez optimizatsiya holati. Optimizatsiya qilsanglar, bemalol 300 FPS gacha olsanglar bo'ladi. Endi hozir bitta nastroykasini ko'ramiz. Xo'p. Sredniy nastroykada shunaqa FPS bo'lyapti. Bu modelimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Agar Andijon shahrida bo'ladigan bo'lsanglar, do'konlarimizga tashrif buyurib, boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsanglar, 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalarimizdan foydalanib, mutlaqo bepulga notebooklarni dastavka qildirsanglar bo'ladi. Manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon, Mashhad ko'chasi 245-uyda joylashgan. Mo'ljal ZC supermarketining ro'parasida bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Qarshilarda turgan Asus TUF Gaming A15 modelimizga videoda oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsanglar, Asus TUF Gamingni original
sumkasini qo'shib beramiz. Buni sababini ham aytib o'tib ketamiz. Sumkani bitta ko'ringlar, sizlar qanaqaligini. Ko'rsatyapsiz sumkani? Yangi bo'ladi. Original Astaf Gamingda YouTube'dagi mijozlarimiz uchun bu sotuvda ham mavjud. Narxi 450 ming so'm atrofida chiqadi. Shunaqa orqaga taqib oladigan ryukzak hisoblanadi. Bemalol noutbukinglarni ichiga joylashtirsanglar bo'ladi. Noutbukdan tashqari kuller, sumka, kuller, mishka to'g'rog'i, kelib shunga o'xshash narsalar ham bemalol sig'ib ketadi. Undan tashqari shu cho'ntaklarga yana qo'shimcha balobatdan narsalarni ham solsanglar bo'ladi. Xo'p, bu narsani nimaga qo'shib beramiz? Sababi noutbukimizning holati o'rtacha holatda-yu, lekin narxi juda ham arzon narxda chiqadi. Buni bitta ko'ringlar, holatini qanaqaligini. Astaf Gaming A15 modeli, holati o'rtacha holatda. Aynan bu YouTube'dagi mijozlarimiz uchun amal qiladigan bonus. Instagramga ham qo'ymaganmiz, Telegramga ham qo'ymaganmiz. Sizlar maza qilib ishlatishingiz uchun qo'yamiz. Notebookda ko'p ishlagan, kam ishlagan degan narsa bo'lmaydi. Masalan, ko'pchilik o'ylaydi, ko'p ishlagan notebook qizib qoladi, yo bo'lmasam ertaga oladigan bo'lsak tashib yuboradi, yo video kartasi kuyib qoladi, yo nimadir bo'ladi deb o'ylashadi. Bu narsani umuman o'ylamasanglar bo'ladi, sababi biz garantiya beramiz. Har bitta sotayotgan narsalarimizga, shuning uchun bemalol bexavotir olsanglar bo'ladi. Bu narsalarda aytadigan odamlarni aksariyat qismi notebookni umuman tushunishmaydi. Buni ham inobatga olib qo'yishlar kerak. Ya'ni notebook kuyib qoladi, ko'p ishlasa nimadir bo'ladi degan odamlar nereal fakt u. Shuning uchun ishonmanglar odamlarga. Biz o'zimiz oqlash emas, prosta narxi arzonroq Astaf Gaming so'ragan mijozlarimiz uchun buni ham qo'yib beryapmiz. O'zi aslida buni YouTube kanaliga qo'yish umuman niyatimiz yo'q edi. Kommentariylarimizni ochib qarasanglar, har bittasi yozishgan qimmat emas, flagman model emas, arzonroq, lekin holat o'rtacha bo'lsa ham notebook qo'yib beringlar degan mijozlarimiz bor. Shularni hurmatidan, shularni inobatga olgan holatda bu modelimizni videoga qo'shishga qaror qildik. Notebookimizda 15.6 dyuymli 144 Hz adaptive sync Full HD IPS displeylar joylashtirilgan. Qo'shimchasiga keladigan bo'lsak, notebookimizda to'laqonli 1608 million xonadondigan RGB podsvetik keltiruvlari mavjud bo'ladi. Parametrlarga keladigan bo'lsak, parametrlari ham narxiga 1001% arziydigan bo'ladi. Ko'palik qo'shimcha qilib o'tib ketmayman, asabiylar bo'lish niyatim yo'q. Buni aytmadi deb hisoblanglar bu gapni. Xo'p, laptopimizda AMD Ryzen 7 6800H protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 16 potok, 320 Hz dan boshlab max boostda 450 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 4800 DDR5 8 GB tezkor xotiralari mavjud. Buni yana bemalol 32 GB gacha upgrade qildirsanglar bo'ladi albatta. Doimiy xotiralari esa 512 GB NVMe M.2 SSD bo'ladi. Agar bu sizlarga kichkinalik qilsa, bemalol o'zimizga kelib kuchaytirsanglar bo'ladi. Albatta bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Video kartalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan bo'ladi. Birinchi video kartasi ekonomli ishlar uchun AMD Radeon TM dan, ikkinchi video kartasi esa kuchli dasturlar, kuchli o'yinlar uchun Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari joylashtirilgan bo'ladi. Bu video karta bilan sizlar, bu notebook bilan sizlar qaysi sohalarda ishlay olasizlar? 3D Max boshlang'ich sohalarida, grafikada, Photoshopda, montajda, Adobe After Effects'da, kiberxavfsizlikda, professional kiberxavfsizlik sohalarida, professional programmistlik sohalarida, buxgalteriyada, logistika sohalarida, yana men aytib o'tib ketmagan barcha soha vakillari ham bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Notebookimizni umumiy holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Umumiy holati deganda endi ustki korpusini ko'rsatmaysizmi, qora aka? Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxi $525. Holatlari, ustki holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Metallitsik korpus $525 qilib beramiz deb aytdim. Qo'shimchalari shu narsasini biz taraflama hadya bo'ladi. Ya'ni bizdan Laptop Store'dan mana bu modelimizni oladigan mijozimizga hadya. Bemalol kelib olib ketsa ham bo'ladi. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalarimiz ham bor. Endi sizlar bilan KS2 da bitta testini ko'ramiz. FPS-larni bitta qarab qo'yasiz. 125 FPS dan 130 FPS oralig'ida beryapti. Adashmasam, sredniy nastroykada bitta tekshirib qo'yamiz. Mana sredniy ekan, sredniy qilib ko'ramiz. 130 dan 150 FPS oralig'ida beryapti. Men ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Bez optimizatsiya sredniy nastroykalarda. Bemalol yana buni ko'tarsanglar bo'ladi optimizatsiya orqali. Bugungi obzorimiz yakunlab beradigan HP Victus 15 modelidan notebookimizning holatlariga keladigan bo'lsak, notebookimizning holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Bu modelimiz ham to'laqonli korpusi premium plastmassalardan foydalanilgan bo'ladi. Bu ustki holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda.
Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, notebookimizda oq rangdagi podsetka klaviaturalari mavjud va Omen Gaming Hub programmasi orqali kuler sozlamalarini, podsetkalarini bemalol soza olsanglar bo'ladi o'zingizlarga qulay qilib. Ya'ni konfiguratsiyasi bilan to'liq tanishib o'tib ketamiz. Notebookimizda Intel Core i5 12450H protsessorlar joylashtirilgan. 8 yadro 12 potok, boshlang'ich versiya 2 GHz dan 440 ya'ni 4 GHz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 8 GB, 3200 MHz DDR4 bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 512 GB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan bo'ladi. Buni bemalol yana kuchaytirsanglar bo'ladi. Tezkor xotira va ASUS'ini kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimiz ham barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi. Grafik dizayner, motion dizaynerlar uchun boshlang'ich 3D Max ishlaydigan mijozlarimiz uchun, programmist, kiberxavfsizlik sohalari uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Logistika, undan tashqari men aytib o'tmagan o'qituvchilik, studentlik, buxgalteriya sohalari ham shu o'ringa ketadi. Ya'ni bu notebookimizni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $479 qilib beramiz. Aynan bu narx YouTube'ga obuna bo'lgan mijozlarimiz, ya'ni YouTube kanalimizga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun amal qiladi. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa YouTube kanalimizga qo'ygan notebooklarimiz uzoq turmaydi. Buni yaxshi obunachilarimiz biladi. Shuning uchun bemalol shu yerda turgan adminlarimiz nomerlariga telefon qilib bron qildirib qo'yishlar mumkin. Men aytib o'tmagan javoblar bo'ladigan bo'lsa, yo sizlar eshitishni xohlaganu, lekin men aytmagan gaplar bo'ladigan bo'lsa, bemalol adminlarimiz orqali bilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari rozыгрышimiz bor edi, to'g'ri, sovg'amiz bor edi. Buni ham shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, xudo xolasa aniqlaymiz va yana bitta sovg'a qo'yamiz siz uchun. Konkursimiz o'zi kichkinagina konkurs. Shaffof o'tish uchun shaffoflik ta'minlaymiz deb ko'rsating. Mana oxirgi qo'ygan mana YouTube'dagi videomiz, sovg'amiz kuller bo'lgan. Mana aynan mana shu kuller bo'lgan. Ko'rayotganinglardek. Birinchi Eclipse official kanal yozgan ekan, hech qanaqa so'z post topmagan, hech qanaqa narsa topmagan. Lekin obuna bo'lib kuzatayotganiga rahmat, sog' salomat bo'lsin. Keyin bu notebooklarga zaryadchi qo'shib beriladi. Albatta, har bitta sotilgan notebookga zaryadchi qo'shib beriladi. Xo'p, ikkinchi komment ekan bu. Uchinchi komment Agim 12 kanalidan ekan, doim kuzataman, juda zo'r kanal. Rahmat, kuzatayotganingiz uchun sog' salomat bo'ling. Konkurslarimizga qatnashsangiz sovg'a imkon olishingiz mumkin. Xudo xolasa shunaqa imkoniyatlarni ham yo'lga qo'yapmiz. Xo'p, endi 4-chi mana komment. Umidjon bemalol o'zingizlar YouTube kanallaridan ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. Umidjon H3 kanali yozgan ekan 9 kun oldin. Laptop uz. Men birinchi topdim so'zini raqam 93 081 51 83. Shu obunachimizga xudo xolasa shu kunlarda topshiramiz. O'sha bundan keyin masalan men debdi, lekin so'zni yozmagan. Manzil degan manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon Mashhad ko'chasida. Qolgan kommentariyalarga javob berib o'tib ketmaymiz. Sizlardan ham vaqtingizni olmayman. Lekin har bitta komment yozgan odamga o'zim rahmat aytaman. Nimaga? Sababi e'tibor bilan kuzatyapti. Kanalimizga video chiqishi bilan men birinchiman deb yozadigan mijozlarimiz bor. Bular ham sog' salomat bo'lsin. Boringlarga shukr. Bundan ham yana ham xudo xolasa kengayamiz. Bundan ham yana kattayamiz. Sizlarga ham xudo xolasa sovg'alar nasib qilsin. Xo'p, ikkinchi sovg'amiz ham xuddi shunaqa oldingi konkursimizga o'xshab YouTube kanalimizda videolar davomida harflar bo'ladi. Shu harflarni to'plangan so'zni kommentga yozib qo'yishinglar kerak. Video davomida har xil harflar chiqadi. Harflarni to'plasanglar bitta so'z paydo bo'ladi. Shuni kommentariyaga yozib qo'yasiz. Bo'ldi. Sizlardan hech qanaqa oshiqcha menimcha narsa ketmasa kerak. Shuni birinchi kim yozib qo'ysa, mana shu kullerni beramiz. 6 ta kulleri bor. Kuller xudo xolasa bu ham ancha sifatli premium narsalarimizdan biri. Bundan tashqari yana sotib olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, bizda keng assortiment aksessuarlarimiz bor. Hozircha 14 xilga yaqin kullerlarimiz bor, mishkalarimizda 17 xil assortimentimiz bor. Xo'p, bundan tashqari mexanический membrana umumiy klaviaturalarimizning assortimentimiz 25 xil. Nima kerak bo'lsa, hamma narsamiz bor. Undan tashqari biz основном sumka ham sotamiz. Notebook uchun kerakli bo'ladigan sumkalarimiz hozir assortimentlari 67 xilga yaqin assortimentimiz bor. Agar Optimga ishlamoqchi bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, notebookdan ham Optimga ishlaymiz, aksessuardan ham Optimga ishlaymiz. Bemalol Optimga ham ishlovchi mijozlarimiz bo'lsa, kelsa bo'ladi. Bundan tashqari hozir sizlar ko'rayotgan narxlar eng oxirgi narxlar hisoblanadi. Почти Optim narxi hisoblanadi. Shuning uchun ikkilanmasdan bemalol olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog' salomat bo'linglar baxtimizga.
Bundan tashqari konkurslarimizda qatnashishda davom etinglar, shunaqa yaxshi sovg'alar yutib olishda davom etinglar. Sizlar qancha ko'p sovg'a yutib olsanglar, biz shunchalik sovg'alarimizni kattalashtirib boramiz. Keyin bitta narsani eslatib o'taman. Bitta sovg'a yutib olgan obunachimizmi yoki ishtirokchi bo'ladimi, biz kuzatadigan odam bo'ladimi? Bitta sovg'a уже yutgandan keyin 1 yilga yaqin уже konkursimizda qatnashmaydi. Sababi hammani sovg'a olishini ta'minlamoqchimiz. Fake akkauntdan ham qatnasha olmaydi, boshqa akkauntdan ham qatnasha olmaydi. Shuning uchun hammaga omad, sog'-salomat bo'linglar. O'zi qo'yayotgan narsalarimiz kichkina narsalar. Sizlarni podдержкалар bilan sekin ko'tarib boramiz.